Uyg'urlarning mavjudligini tarixiy arq ko'rinish va bugunning vaziyatiga bog'lab tadqiq qilib kelayotgan amerikalik insonshunos Darren Bayler yaqinda insonshunoslar bugungi Uyg'urlardan qanday uchur elishi kerak nomli bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada insonshunoslikning navbatdagi Uyg'ur vaziyatini anglatishda o'ynaydigan roli va Uyg'urlarning ahvolidan uchur elish uchun foydalanishga bo'ladigan yo'llar haqida fikr yurgizgan. U maqolasining beshida mundaq deb yozadi: İnsanshunoslar o'zlari ko'ngil bilayotgan insonlarni qutqizolmaydi. Ammo ular fikr bayon qilganda cho'qim o'z huquqidan mahrum qolgan insonlar uchun gap qilishi, ularning so'zini anglag'uvchi va tarjima qiluvchi bo'lishi kerak. Darren Bayler bu maqolasida Uyg'ur diyorini tadqiq qilishga boshlagan 2000-yillardan boshlab tanishgan insonshunoslarni, jumladan Amerikalik Xitoy tadqiqotchilar va Xitoyda yashayotgan tadqiqotchilarni, hatto Uyg'ur rayonida yashayotgan Xitoy ko'chmanlarini tilga oladi. Bu insonlarning orasida mustamlakachilikka qarshi bir do'stlikning mavjud ekanligini bildirdi. Ammo bu yerda bir farqning borligini ko'rsatib, Xitoy insonshunoslarning Uyg'urlarni tadqiq qilgan bilan Uyg'ur tilini o'rganmaydiganligini, o'zlari bilan hamkorlashgan Uyg'urlarni yordamchi sifatida ko'radiganligini aytdi. Darren Baylerning qarashicha, insonshunoslar o'zlarining tadqiqoti, tashviqoti va ijtimoiy faoliyatlari orqali mustamlakachilik va kishilik huquq tafsirchiligini oshkorlash va unga qarshi turishda g'alqiliq rol o'ynaydi. Xitoyda Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik kirsisi yuz berayotganda insonshunoslar Uyg'urlarning tarixi, diniy e'tiqodi, madaniyati, urf-odatlari, axloq o'lchamlari qatorliqlarni tadqiq qilish bilan birga navbatda ular uchrayotgan mustamlakachilik va madaniyat qirg'inchiligini oshkorlashga yordam beradi. Hatto ular kishilik huquq tafsirchiligini xotirlash, guvohlik berish, ziyonkashlikka uchragan xalqning ovozini kuchaytirish va bu krizisning xalqaro tonilishini oshirish orqali to'p qo'sha oladi. Ziyoratimizni qabul qilgan Darren Bayler bu vaqtdagi tushunchalarini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi: Anthropologists are trained in building relationships with people, in recording stories. İnsanshunoslar kishilar bilan munosabat bog'lash, ularning kechmishlarini xotirlash hamda ularni boshqa sonliq ma'lumotlar bilan silishtirish orqali dunyoning ma'lum bir yerida yuz berayotgan ishlarga hukm qiladi. Shunga insonshunoslar Uyg'urlar va boshqa Turkiy xalq musulmonlarining beshiga kelgan ishlarni tutqun qilinganlarning, u yerdan qochganlarning, shundaqla u yerdan qocholmasimi gap qilolmaydiganlarning boshdan kechirganlarini xotirlash kerak. Shundoq qilganda ular shu joyda yuz berayotgan ishlar haqida gap qila oladi. And because of that they can speak about what's happening on the ground. London Universiteti Muzika etnografiyasi kasbining professori Rachel Harris xonim Darren Baylerning bu maqoladagi ko'z qarashini qo'llab mundaq dedi: I think for academics like myself and Darren and my many colleagues who have done so well to Men va Darren Bayler shuningdek mening nurg'un kasbdoshlarim qaltis ishlarni qilyapti. Ular Uyg'urlar uchun so'zlab qolmay, kishilarning bu kasb va xizmatga bo'lgan tonishini o'stiryapti. Meningcha, muhim bo'lgani shu masalalarga ko'ngil bo'lish hamda uning unutilib qolmasligiga kapolatlik qilish. Raising these issues and making sure that people don't forget. Darren Bayler bu maqolasida Xangjuda insonshunoslik kasbi bo'yicha magistrlikda o'qigan Feng Siyu ismli bir qizning 2017-yili Xinjiang universitetiga kelib, folklorshunos Rayla Davud bilan hamkorlashib, birga tadqiqot olib borganligini, 2018-yil telefoniga chet elning app detalini qochilgan degan bahona bilan tutqun qilinib, Rayla Davudga o'xshash izdiraksiz yo'q qilib o'tilganligini misol keltirdi. Professor Rachel Harris bu vaqt to'xtalib mundaq deydi: I think the case of Feng Siyu is very sad. As far as I understand, she was Meningcha, Feng Siyuning ahvoli kishini ichindirdi. Bilishimcha, u Rayla Davudga sodiq bir qancha o'quvchining biri edi. Shu sababdan u qattiq jazolandi. Qo'rqinchli bostirishga uchragan kishilar uchun hukumat bilan hokimiyat beshirki millatning farqini ajratish nihoyat qiyin. Bu yerda muhim bo'lgani kishiga qarab muomala qilish, Uyg'urlar tarafda turadigan Xitoylarning borligini ko'rsatishdir. Chinese people who also stand in solidarity with the Uyghurs. Tadqiqotchi Darren Bayler insonshunoslarning ma'lum bir joyda ziyonkashlikka uchrayotgan kishilarning ovozi bo'lishda muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlab mundaq dedi: So I think that's what anthropologists can do. They can tell stories in ways that amplify. İnsanshunoslar hikoya so'zlaydi. Insonlar duch kelgan kulfatni alohida usul bilan kuchaytirib bayon qildi. Chunki bu hikoyalar o'z kechmishini so'zlash huquqi yo'q insonlarning boshqalarga aytmoqchi bo'lgan hikoyalardir. İnsanshunoslar bularni xotirlaydi.
Ondan ma'lum darajada ularning qiyofatiga kirib, bu hikoyani boshqalarga bayon qildi. Shunday qilganda u insonlar yanada bexatar bo'ldi. Hamda ularning hikoyasi dunyoga tarqaldi. Albatta, Xitoyning ta'qib nazorati va davlat zo'ravonligi tufaylidan bularni qilish noit tas. Buni amalga oshirish uchun boshqa manbalardan izlanib, qandaqdir bir material bo'lsin, uni tepib bayon qilish va tahlil qilish kerak bo'ladi. Analyzing whatever materials people can find in order to build that reality. Dərdən baylarının qarışıca, Rahila Davud və Feng Siyu'ga o'xshash shaxslarning qo'lga ilinishi Uyg'urlarga o'xshash yaklangən millatlar uchun ovoz chiqargan tadqiqotchilar va faoliyatchilar duch keladigan xavf-xatarni gavdalantirdi. U bu maqolasida insoniyatning ulug'ligini biladigan, insonlarning xosligiga hurmat qiladigan, jumladan Uyg'urlardek millatlarning beshiga kelgan krizisni qabul qilolmaydigan kishilarning mayli odatdagi puhra yoki tadqiqotchi bo'lsin, dunyoning hamma yerida, hatto Xitoydami mavjud ekanligini bildirib, mundaq deydi. Chanyega o'xshash Xitoy ko'chmanlari yoki Feng Siyu'ga o'xshash tadqiqotchilar bo'lsin, ular Xinjiangda vijdon bilan ish qila oladigan va mustamlakachilikka qarshi tura oladigan Xitoylarning yo'q emasligini ko'rsatib berdi. Chin bilan Feng yolg'iz emas. O'tgan 5 yilda necha o'nlagan Xitoy fuqarosi menga o'zlari naq maydonda kuzatgan ahvolni yetkazdi. Ular hozirgi Xitoyning kishilar o'ylagandek Xitoy emasligini dunyoning bilishini umid qiladi. Tadqiqotchi Darren Bayler navbatdagi vaziyatda Xitoy insonshunoslarning rolidan foydalanishga bo'ladiganligini bildirib, mundaq dedi. I think that Han anthropologists, Chinese anthropologists still can play a role. Meningcha Xitoy insonshunoslar u joyda yuz bergan ishlarni bayon qilishda yanada o'z rolini joriy qildira oladi. Ular bayon qilsa bo'ladigan nurg'un hikoyalar bor. Jumladan Xitoyning davlat zo'ravonligi va bostirishiga oid hikoyalar bor. Ma'lum jihatda Xitoylar u hikoyalarni boshqalarga qaraganda ko'proq so'zlab bera olishi mumkin. Are perhaps better positioned to tell that story than others. Ammo uning bildirishicha, Uyg'urlarni tadqiq qilishga borgan Xitoy tadqiqotchilar bir yoqdan Xitoyning nazorat qilishiga uchrasa, bir yoqdan Uyg'urlarning gumon bilan qarshiga uchraydi. Xitoy hukumatining qattiq bostirishi va taqib nazorat qilishiga uchragan Uyg'urlarni tushungan kishi Uyg'urlarning har qanday Xitoyga, hatto Uyg'urlarni tadqiq qiladigan va ular tarafda turishni xohlaydigan Xitoylarga ishonmaydigan bo'lib qolishidagi sababni aniqlaydi. Bundaq ahvolda Xitoydagi tadqiqotchilar va insonshunoslar Uyg'ur rayonida olgan uchurlarni chet eldagi Uyg'ur tadqiqotchilari va faoliyatchilari bilan hambaharlasa, ilm uchun xatarga tavakkul qilgan bo'ladi. Shundaqla nihoyatda muhim bir ishni bajargan bo'ladi. Xitoy Kompartiyasidan norozi bo'lgan Xitoy fuqarolari va tadqiqotchilar ichida Xitoydagi tengsizlik va zo'ravonlikqa nafrat bilan qaraydiganlar, Uyg'urlar duch kelgan qabih bostirishning buncha uzun davomlashishini qabul qilolmaydiganlar, hatto qarshi turadiganlar mavjud. Shu sababdan Xitoydagi tadqiqotchilar bilan o'zaro ishonish, hurmat qilish va kishilik huquqqa rioya qilish asosida hamkorlik o'rnatishga bo'ladi. Darren Baylerning bildirishicha, chet eldagi va Xitoydagi insonshunoslarning kelib chiqish ahvoli o'xshamaydi. Agar ular o'rtasidagi aloqa, o'zaro ishonish va bir-biriga uchur berish hamda hamkorlashish kuchaysa, Uyg'urlarning dunyoga tunilish va Uyg'ur krizisining diqqatga sazovor bo'lish ko'lami kengayadi. Insonshunoslar siyosatga bevosita ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo ular siyosatning o'yinchig'i bo'lmasligi kerak. Ular Uyg'urlar masalasini Xitoy hokimiyatining manfaati nuqtasidan emas, insoniy, axloqiy va ilmiy nuqtadan kuzatishi, kishilik huquqni oldingi o'ringa qo'yishi, vijdoniy mas'uliyat bilan harakat qilishi kerak. Maqolaning oxirida u kelgusiga bo'lgan umidini o'tirg'a qo'yib mundaq deydi. Mustamlakachilikka qarshi turish ruhini bugungi Xitoyning tadqiqotiga olib kirish uchun yana nurg'un ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Yangidan yetishib chiqayotgan bir turkum insonshunos Xitoylarning hozir tadqiqot yo'nalishini Xitoydagi osonliq millatlar va musulmonlarga qaratishi meni umidlantirdi. Ular shu yerda xizmat qiladi, tarjima qiladi, kuzatadi. Mendek chet elliklar borolmaydigan yerlarga bordi. Mencha ular bizdan ularga qarab to'g'anligimizni biladi.